Bu mahallaning nomini bugundan boshlab Olim polvon emas, Chechenka polvon qo'yamiz. Chunki biz Olim polvondan uchastka oldik. Buni buzib quramiz. Shunda o'tib ketayotdim. Magic Mint degan yozuvga ko'zim tushdi. Nima ekan bu deb shunday qarasam bog'cha ekanda, peshanam o'zi ham 5 qarich yarqiragan. Uyimni to'g'risida bog'cha bor ekan. Shunda kirsam, bog'chani ko'rib yoshligim esimga tushib ketdi. Chunki oq teragim, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak o'ynashayotgan ekan. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Qizlar yoshligimizdagi o'yinlar. Shunaqa menga bog'chani kirishim bilan atmosferasi juda ham yoqdi. Bu bog'chaning sirrochnichlarini ko'zdan tekshirmasam bo'lmaydi deb ichkariga qarab yo'l oldim. Bog'chaning ichiga kirib, shunday zinadan ne ko'z bilan qaramayki, meni uchastkam shartta ko'rinib turar ekan. Zinadan chiqib charchab qoldim. Eshintay debda qiz marojniysimi dedi, qo'lidan shartta oldim deb marojnisini 2 marta yalab qo'liga qaytarib berdim. Axir meniki tovarru. Bahonani qaranglar, gruppaga kirishim bilan olmaga ko'zim tushdi. Voy doktor menga temir yegin degan edi deb bitta olmani tishlab bolalarni kuzatdim. Bu yoqda bolalar robototexnika bilan shug'ullanishar ekan. Bir-biriga ulab, kompyuterda nimadir programmalarni kirg'izib, shartta kodini yozdi. Men bu narsa kacheli uchivardi. Oh dedim. Любой narsa yasab bera olasanmi deb hazillashib ham qo'ydim. Undan tashqari qizlar bu yoqda angliskiy va rus tillariga juda ham katta urg'u qaratilgan ekan. Hattoki o'rislar dars o'tar ekan. O'ris bog'chapalarni ko'rib, yoshligimdagi bog'chapalarim esimga tushib ketdi. Shu rus tilimni men bog'chada o'rganganman, boshqa hech qayerda o'rganmaganman. Agar maktabda ham yaxshi o'qiganimda, hozir sharillatayotgan bo'lardim. Qizlar bu yoqda polni yozish, chizish, logoped